Nega avval odamlar mana bunaqa ko'rinishdagi mebellarni ko'p sotib olishardi, hozir bo'lsa mana bunaqa minimalistik uslubdagi mebellarni ko'proq xohlashyapti va sotib olishyapti. Mani fikrimcha bunga Apple kompaniyasi yaxshigina ta'sir o'tkazgan. Gap shundaki, 2012-yilda Microsoft kompaniyasi Windows 8-operatsion tizimini taqdim qildi va bu operatsion tizimida flat design konsepsiyasiga asoslandi. Ya'ni hamma belgilarga e'tibor berilsa, juda ham sodda, oddiy, minimalistik uslubda qilingan. Undan avvalgi Windows 7 yoki Vista versiyalarida bo'lsa, hamma belgini o'zini shakliga o'xshatib 3D ko'rinishda qilishga harakat qilingan. Lekin Windows 8 dagi bu konsepsiyani ko'pchilik xohlamadi. Shaxsan menga ham u uncha yoqmagan edi. Lekin 2013-yilda Apple kompaniyasi haqiqiy inqilob qildi. Apple kompaniyasi ham o'zining operatsion tizimlariga flat design konsepsiyasidan foydalandi. Ya'ni yassi dizayn konsepsiyasiga to'lig'icha o'tdi. Eslaymiz, iPhone 5, iPhone 4 tutib yurganlar, endi o'sha yangi iOS tizimiga o'tgandan keyin juda ham bir boshqa atmosferaga tushib qolgandek bo'lgan, zo'r bo'lgan bu, to'g'ri? Va Apple kompaniyasi shunaqangi darajada inqilob qildiki, hattoki katta kompaniyalar ham yassi dizaynga o'tishni boshlashdi. Ya'ni o'zini kompaniyalari logotipi, uslubini flat dizaynga o'zgartirishdi. Tabiiyki, bizga o'xshagan foydalanuvchilar hamma yoqda shunaqa tekis yuzali belgilar, tekis yuzali dizaynlarni ko'rgandan keyin, ko'proq undan foydalangandan keyin tekis yuzaga bo'lgan simpatiyasi, xohishi oshib boraveradi. Men o'ylaymanki, 2010-yildan keyingi tug'ilgan avlod bunaqa jimjimador, bunaqa gullari ko'p bo'lgan mebellarni deyarli xohlamasa kerak. O'zi bunaqa uslubdagi, ya'ni 3D jimjimadorligi ko'p bo'lgan mebellarni katta muammosi ham bor. Uni keyingi videolarda aytib beraman. Hozir bo'lsa siz meni fikrlarimga bo'lgan o'zingizni shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz? Apple kompaniyasi bizning mebelga bo'lgan talabimizni ham o'zgartirdimi?